Akalar, men bor uzr. Sizlarga mabodo davraga jonli ijroda qo'shiqchi kerak emasmi? Kraski. Bezda qilmadim-a? Yo'q. Qalbimizda san'at bo'lsin. San'atkorning qalbida bir qo'zg'olon ham bo'lmaydi, to'g'risida. Kim bu hayotdan yo'qlar? Ya onam qilyapti, keyin gaplashaman. Ey onam, boringga shukr, ona borliging yaxshi. To'xta aka. Qo'shig'ingni mazza qildim lekin. Mana shuni olib qo'y. Xursandman. Shu qo'shiqdan keyin onamga qilmasam bo'lmaydi lekin. Bola, do'stligimizga ko'z tegmasin boku. Ey do'st, boringga shukr, do'st borliging yaxshi. To'xta. Joyida aytdi do'stlik haqida shunday borku. Do'stligimiz abadiy bo'lishi uchun. Xursandman. Ha, xotinman, choyxonadaman, borolmayman. Ey xotin, boringga shukr, xotin borliging yaxshi. To'xta. Ey, xursandman. Xotin ko'zim ochib, kechir. Qadring yetmagan ekanman. Bolalar eshitdinglarmi? Abida suv 15-fevralgacha aksiya o'tkazayapti. Qanaqa aksiya? Abida suvni magazindan olasan, ichganingdan keyin rasmga tushib, Telegram botiga jo'natasan. Har 10 kunda qimmatbaho sovg'a o'ynalyapti. Undan tashqari asosiy sovg'a Dubayga 2 kishilik chipta. Abidan uzurda o'zi. Men anorligi ham yo'q endi. Ta'mi ham borku, mevani birga bir olgan. Buni borku, Lubboy viloyatdagi do'konlardan topsang ham bo'ladi, xohlasang Yandex Market bilan Uzun Marketdan zakaz qilsang ham bo'ladi. Mana shu qulay bo'libdi-da. Abida, boringga shukr Abida bor. Bo'ldi, hamma temani qo'shiq qilaveradimi? Akajon, mana pulini bersangiz borki, Lubboy temada qo'shiq aytaman. Pulini bersangiz borki, jarlatib, farlatib qo'shiq aytaman akajon. Ay, ichim tualet. Tualetganmi? Qarang. Tualet. Bor qil. Bor chiqib ket. Jahldor. Yo'qol chiqib ket. Yo'qol. Buni ham ayta olaman. Bu qanaqa odam bu? Bu qanaqa odam? Ey do'st,